Endi Farg'ona Ecoblok YouTube'da ham faol azizlar. Bugun sizlar bilan Gazablokning foydali tomonlarini va zararlarini sanab o'tamiz. Gazablokning birinchi foydali tarafi u 18-19 ta, ba'zida 20 ta ham oddiy yig'ishga teng bo'ladi. Bu degani qurilishingiz anchagina tezroq ko'tariladi. Sifatiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Qishda issiqlikni ushlab beradi, sovuqni esa umuman kirgizmaydi. Maxsus kilinglar bilan qoplanganligi uchun umuman ichida yacheykalar paydo bo'lib qolmaydi. Gazablok haqida hech kim sizga aytmagan sirni mana men aytaman. Bu haqida hali hech kim gapirib chiqmagan. Agar Gazablokni ham xuddi g'isht kabi ishlatilsa, sizni cho'ntagingizga anchagina zarar bo'ladi. Chunki Gazablokni nam joyda foydalanadigan bo'lsangiz, uni sifatiga putur yetadi. To'g'ri, Gazablok yengil. 18-19 ta g'ishtni ikki qo'lda umuman ko'tara olmaysiz. Bu yengil bo'lganligini yana bitta plus tarafi, fundamentga uncha og'irlik tushmaydi. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa baquvvat va sifatli, kamiga arzon narxlardagi Gazabloklar kerak bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, xohlaganingizcha Gazablokni zakaz qiling.